sizlar zeriktirib olgan bo'lsam kerak, hadi pechat ishlab ko'rsataver, to'g'rimi? Lekin sifat jihatdan pechat ishlar hozir yorib beryapti, anchami o'sha narsani. Shu anaqalaringda, shu turgan joylaringda men sizlarga nima ko'rsataman? 100% tabiiy, har doimgidek ipak shoylarini tavsiya qilaman men sizlarga. Bular turuvlar qaranglar bitta. To'g'lanishlar, buni mayinligini qarang, u qarang, silanishini. Juda mayinda bu. 100% ipak bo'lgandan keyin turuvi ham, boshqasi ham ajrab turmasa ham uyat bo'ladi bu narsani. Mana bitta ko'rsating buni yoppasiga. Turuvini qarang, buni xilini. Bir-biriga ranglarini bitta ko'rishingiz o'zi bitta e'tibor berib qo'yishingiz mumkin. Eng saralaridan-da bular. Xo'p, men ikkitani baqa olaman-da. Men sizga burungi nusxadasidan ko'rsataman. Buni bitta ko'ring. Nora nusxa bo'lardi. Buni yosh katta hojonalar yaxshi bilishadi bu nusxalarni. Hozirgi paytda ham trendda bu nusxalar o'zi. Xillovlar hammasi eng joyida. Sifat tomonlama eng yuqori ishlarimdan bittasi. Buni bemalol misol nozik joyda ishlaydigan tanishlaringizga ham sovg'a qilishingiz mumkin. Sizni xijolat qilib qo'ymasligiga men garantiya beraman. Bu videoda shunaqangi teparoqda ishlaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.